Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmi? Yaxshi yangilik, ya'ni yaqinda e'lon qilingandi, agar mana shu biron bir kartaga pul o'tkazdirsangiz, to'lov maqsadini ko'rsatishingiz kerak edi. Ushbu qaror deymizmi, loyihami, xullas rad etilibdi. Bu juda ham yaxshi bo'ldi. O'zi bank sistemasida qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Misol uchun aytadigan bo'lsak, men biron bir bankning mijoziman, ya'ni biron Xalq bankimi, Agrobankmi, xullas qaysi bank bo'lishidan qat'iy nazar o'sha bankdan men plastik karta olib ishlatyapmanmi, demak men u bankning mijoziman. Meni to'lov kartamda pul o'g'irlansa yo qandaydir yo'llar bilan xullas yechib olinsa, unga albatta bank javobgar bo'lishi kerak va zudlik bilan meni pulimni qaytarib berishi kerak. O'shanda biz bank bilan o'rtamizda qattiq ishonch paydo bo'ladi. Shu ustida ko'proq ishlasa yaxshi bo'lardi. Bu amaliyot bor, boshqa davlatlarda bor, balki mana shu amaliyotni ham o'rganish kerak, bizda ham tadqiq etish kerakdir balki. Buni ustida ham ishlash kerak. Telefoningizga qandaydir SMS kelganda mana shu SMSda aytib qo'yapsiz, har xil boyagi Telegramdan kelgan APKmi, xullas o'shanaqa ilovalarni o'rnatib qo'yapsiz. O'shaning uchun kartangizdan pul o'g'irlanyapti deb turib, mijozlarni bo'yniga ayb qo'yishdan ko'ra bank o'zini ustida qattiqroq ishlasa va mijozlar foydasiga ham ishlashni o'rgansa yaxshi bo'lar edi. Bu amaliyot bor, boya aytganimdek, o'sha boshqa davlatlarda bor, buni ham o'rganish kerak va mana shu mijozning puli o'g'irlandimi, darhol zudlik bilan mijozga pulni bank qaytarib berish kerak. O'g'irlangan pul desa, o'zlari qidirib topib olishlari kerak bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga yangi videolarni chiqarishda davom etaveramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.